Assalomu alaykum. Men keldim yangi kartalarni ko'tarib. Sizlarga, menga ham qulluq bo'lsin yangi kartalar. Yangi kartalar oldim. Mana shu video obzor qilamiz. Bitta o'zim ochib o'rgan anaqa bo'ldim. Sizlarga, menga ham xudo xolasa qulluq bo'lsin. Mana karta Time Tarot bu. Deyarli kecha keldi bu kartalar. Уже hali to'liq anaqa qilib ulgurganim yo'qman. Ochib ko'rgan sarim hisobda anaqa qilasizlar, gapimni topolmay qolsam yokida indamay qolsam, o'sha men ham indamay bahra olayotgan bo'laman bu kartalardan. Ochib tayyor qo'ymabman, ochilishga oson qilib. Time Tarot bu anaqa Aleksandr Vinitskiyni anaqasi kartalari. Buni ham rosa proyekt kartalari rosa ko'p. Keyin rosa oldi zo'r ezoterik, juda kuchli tarolog bu odam. Bu kitobchasi yetkazganiga shukur. Bu sertifikati kartani. То, что karta anaqa номерной kartaliligi. Bular ham bu ham hisobda где-то mingtalik chiqqan kartamikan shunaqa. Wow, rosa chiroyli ekan-a. Buni qaranglar, ko'ryaptimi? Wow, mashalloh. O'sha vaqtli kartada hisobda. Buni qaranglar. Juda chiroyli kartalar ekan. Mashalloh. Wow. Повешенный. Смерть kartasi. Farishta kartasi. Diyavol. Shuning uchun bunaqasiga shaytonga qaram. Bashня kartasi, uy buzilayotgan kartasi. Yulduz kartasini qaranglar, odam ishlayotgan joydami yo astrolog, astrolog o'sha yulduzga tushayotganini ko'rayotgani. Luna kartasi, quyosh kartasi, wow, zo'r kartalar ekan. Bu mir kartasi ekan. Bu o'sha sud kartasi. Buyog'i jezl boshlandi o'sha. Wow, mashalloh, juda chiroyli. O'sha говорящий karta ekan. Men полный подробно ko'rib ulgurmagandim. Kitobini o'qib chiqish kerak, tushunish kerak nimalar deyilyapti. Mana endi hisobda shu. Stopga qo'yib turadi, yig'ishtirib olib keyin. O'sha endi mana kartani olamiz. Bu ham Florence Tarot va Florence Tarot. Endi hisobda gulli karta bu ham. Hozir ochaylikchi. Buni shu bir ikkita rasmlarni ko'rib yoqtirib qo'ygan edim. Bismillah, xayrli bo'lsin. Ko'ryaptimi? Wow, mana qaranglar. Kubik teskari bo'lib qolibdi kitoblar. Kitobini qaranglar chiroyliligini. Buklet endi tanishtiruv hisobda har bitta koladani avtorlik koladalarda anaqasi bo'ladi, kitoblari. İçlarini qaranglar, chiroyli ishlanganmi. Korobkani ichlari ham. Telefonni ochib oldim. Shut kartasi. Mag. Wow. Chiroyli boshqacha kartalar ekan. Приятный ko'zga rosa ham yoqimli laminatsiya lekin orqasi bu. Bu qaranglar, повешенныйmi yo смерть kartasi ekan. O'lim kartasi. O'sha hayot tugayapti. Грустный ekan anaqalar, qandaydir personajlari hammasi грустный vidda ekan. Ma'yus. Endi bitta solncha kartasida ham unda bittasida nimasi, bittasida o'sha qandaydir kitobni ma'nosini o'qish kerak. Menimcha, shu ma'yusga bog'liq, ma'noli anaqa shekilli, bu yoq o'sha
kichkina massivlari. Korol mana shunchalik ajoyib ekan. Bu o'ziga yarasha bir sababi bor. Buni ham qandaydir ma'nosi boshqacharoq bo'lishi kerak buni. Shunaqa. Ну, lekin в целом olganda chiroyli kartalar ekan. Lekin personajlari qandaydir ma'yus personajlar ekan. Xafa bo'layotgan. Mana bu karta rosa ham zo'r karta. Mana hozir ochmoqchi bo'layotganim. Bu ham yaxshi karta ekan. Avtorli karta bu ham. Bu sertifikati. Mana undan chiqqan edi mana. Bu kartaning sertifikati endi. Ha, bu anaqani Baba Studio bilan tendagi anaqa dog'ri chiqqan keyin kartalarni zo'r ishlab chiqarish bo'yicha ham hisobda zo'r, unikalniy zo'r kartalar, kuchli kartalar ishlab chiqaradi deb eshitgandim bu anaqani. Bu nimani ham mana firmani-da endi, firmani studiyani. Mana qaranglar, korobkani qaranglar, vashcha zo'r ishlangan ekan. Qalin korobkasi ham kitobi. Bu korobkasi. Kitobni qaranglar. Buni yana boshqacha kartasidan ham zakaz qildim. U ham endi kelib qoladi inshaalloh. U ham rosa zo'r kuchli karta edi. Uni o'zi obzorini polni ko'rib ulgurdim. Bunikini ham ko'rgandim. Yaxshi kartalar o'zi. Kitobi ham rosa ham indaqa ishlangan ekan. Did bilan mana kojinniy ajoyib o'zgacha. Bu sertifikat hisobda. Bu kartani o'zi ochib tayyor bo'lish kerak ekan. Qaychini topolmadim. Bismillah. Wow. Katta ekan kartalari ham. Anaqasi ham qandaydir laminatsiya bo'lib, laminatsiya emas, qandaydir boshqacha ekan anaqasi kartani o'zini. Izobrazheniyasi pastdagi anaqalardan boshlabmiz. Mana qaranglar, chiroyliligini juda ham chiroyli chiqarilgan ekan. Bilmayman kamera qay darajada beryapti, lekin anaqa karta o'zi вообще izyashniy, zo'r kartalar ekan. Endi qarasa ham odamning ichiga duffida kiradigan, gapirtiradigan kartalar ekan. Mana qaranglar. Katta arkanlardan boshlaylikchi, qanaqa chiqargan. Voy, ko'p o'tmaylar. Jicha yashirib chiqaramanmikan. Wow. Qaranglar, dahshatli. Polностью menimcha anaqani ham aralashtirgan shekilli bunda endi ruslar bibliyasini ham deydimi? Menimcha shuning uchun qandaydir ma'noga rosa ham kuchli. Anaqa ekan. Aralashtirgan aniq bu yerga unaqa nimalarni o'zlarini tipi ma'ruzaga o'xshagan narsalarini. Diyavol kartasi. Temperament kartasi. O'lim kartasi. O'lim ikkita ekan. O'lim ikkita karta ekan. Smert kartasi. 3 ta. Wow. Juda ham anaqalari ham chiroyli karta ekan. Juda ham yoqyapti. Endi ma'nosi ham xudo xolasa yoqqan, lekin kartalar o'zlari вообще zo'r ishlangan kartalar ekan. Juda ham приятный, ham yoqimli. Hierophant, imperator, imperatrica. Bu jriца. Yonda har xil farishtalar kelib xabar yetkazayotgani. Jriца endi baribir xolasa xolmasa magikan karta. Shunaqa gaplar, вообще zo'r kartalar ekan bu kartalar. Anaqasi bo'yicha ham, ma'no bo'yicha ham hisobda. Ma'nosidan ham, kачество ham, qaranglar, gladkiyligini вообще gap yo'q.
kartalarga. Qo'lga shunaqa yoqadigan karta ekan. Qaranglar. Вообще super zo'r. Endi mana Tokioda kartasi, endi yaponskiy karta endi bu hisobda. Buni ham rosa anaqasi yaxshi edi, bu yerdan chiqarilar ekan. Shkatulkasi boshqacha ochilar ekan. Kinkuro tarit deydi, Kinkuro nomi. Mana o'sha. Mana korobkasini qaranglar. Zo'r ekan. Ichlari ham вообще изящный. Mana shkatulkasi ham ko'proq Baba studiyalarda borda bunaqa shkatulkalar ko'proq Baba studiya chiqargan. Lekin buni ham anaqasi taxtali shkatulkasi yaxshi, прочный, chiroyli chiqarilgan ekan. Tezdan boshlaymiz ekan. Ko'ryaptimi? Mak kartasi. Jritsa. Imperatrica mana qaranglar chiroyligina. Вообще krasavitsa. Imperator. Imperatrica bilan bir xil. Mana qaranglar. Endi hamma joyda bir xil keladi lekin. Hierophant. Влюблённые. Колесница. Sila kartasini qaranglar. Dahshat. Buni ham anaqasi zo'r ekan, mana qaranglar, kачествоsi zo'r ekan. O'zi anaqa ham rosa yoqdi, lekin menga buni ochib ko'rdim, videoga olishdan oldin ham juda ham приятный zo'r karta ekan. O'zimga yoqdi, qandaydir menga yoqdi rosa ham bu karta ham. Shunday o'tirdi, sразу ochishimga, didimga deydimi, ko'nglimga deydimi. Bashna kartasini qaranglar. Chiroyligini. Yulduz kartasi bu. Shunaqa hisobda bu yoq уже enaqa mладший arkanlar, kichkina arkanlar. Krasotища, mashallah. Yomon kayfiyatim ko'tariladi yangi kartalar kelgandachi. Qandaydir baribir har bitta karta o'sha o'zgacha bitta nimada, bilimda o'rganishingiz kerak. Qandaydir ta'riflar, ana istoriya har bitta joyda o'zining istoriyasi baribir qo'shiladi kartalarga. Qanchadir qisman yangi karta olsangiz, u ham bilim hisobda. Chunki deganda har bitta kartaga o'zi avtor o'zini nimasinidir qo'shadi. Buni bu yoqqa qo'yamiz, buni olamiz. Kickstarter kartasidan bu ham. Bu anaqa bu ham Kickstarter, bu ham Kickstarter ishlab chiqaruvchi. Hisobda har bitta anaqani o'ziga yarasha nimasi bor-ku, ishlab chiqarish nimalari, nomlari. Bu yerda ham Kickstarter rosa ham dog'rig'i chiqqan ko'p kartalar chiqaradi, ko'p kuchli kartalar chiqaradi bu anaqa ham. Umuman kartasini olganingizga attang qilmaysiz, xullas kalom. Bismillahirrohmanirrohim. Xayrli bo'lsin. Korobkani qaranglar, вообще zo'r ekan. Korobkasi chiroyli ekan. Bir tarafga ochiladi shekilli bu. Jicha nozikroq ekan lekin buni korobkasi. Chunki men yerda faqat bitta qog'oz ushlab turibdi, xolos. Bu qog'ozdan keyin ham o'zini ochib yopsa ham bo'laveradigan ekan. Hisobda bu kartani bukleti, kitobchasi, ma'nolari. Kartani o'zini qani ko'raylik-chi, qanaqa chiqar ekan. Bu Kickstarter o'zi aytyapman, беспроигрышный variant. Anaqasini srezini qaranglar, chiroyli ekan, bardoviy qizil anaqami yo'q edi. Chekasi bardoviy qizilli, zolotoy emas, lekin bardoviy qizildan nimasi srezi. Orqasidan boshlaymiz ekan. Coin. Anaqa bu mechevой kartalar ekan, bu shut kartasi ekan. Shunday boshlanar ekan. Bismillah. Kачество ham ajoyib, boshqacha. Matovoyda manaqa nimasi ham bor ekan. Qaranglar, sizlarga ham ko'rayaptimi?
karta boshqacha o'zidan отделяться qilib холодное tiснение deydi, baba studiya beradi. Lekin buniki unaqa emas u. Shunga o'xshagan narsasi bor ekan. Kartalar qandaydir o'zgarishi. Vau, men qaranglar, imperatorda qaranglar. Lev. Bu qaysi karta? Hierophant. Sevishganlar kartasi. Juda chiroyli ekan. Ikkita ekan sevishganlar kartasi, uchta ekan. Men ikkitasini ishlatmayman aniq. Bu o'sha Kolesnitsa kartasi. Sila kartasi. Hayramit. Fortuna. Ajoyib. Kachествоsi ham yaxshi ekan buni ham. Ko'zga yoqadigan, qo'lga yoqadigan Phoenix kartasi. Mana hisob kitob bo'ladigan kun kartasida endi hisob kitob. Vau, chiroyli ekan. Pentakli. Endi pentakli kartasi hisobda nafs kartasida endi. Именно yeb ichish, qo'lingiz bilan ushlash, shuni ma'nolari. Boshqacha anaqa bilan ifodalar bilan bergan ekan. Sevishganlarda. Yo'q, ko'p. Vau. Mashalloh. Bunu ko'ringlar. Korol kub ekan bu. Королева кубков. Вообще zo'r karta ekan. Endi kosmik deganiga endi men kosmический bir narsalarmikin deb turib nima qilmagan edim. Keyin o'sha kartalarga keyin kirib qaraganimda o'sha o'zgacha boshqacha larni ko'rib, kitobini hali tushunchaga ega bo'lib ulgurmadim, o'qib deydimi. Shunaqa. Atak kartalar zo'r, orqasi mana, orqasi. Srezda qaranglar, dahshat. Bir xillik kartada. Shunisi zo'rda, bu avtorskiy toza kartalarda anaqasi nima deydi? Umuman anaqangizni bo'g'maydi. Ishtahangizni qandaydir, bo'g'ib qo'ymaydi-da, ushlagingiz kelmay qolmaydigan bo'lmaydi. Mana sufle tarodan menda bor edi. Menda bu sufle taroda originali bor. Bu prostoy replikasi hisobda. Farqi qancha ekan ko'ramiz. Replikasi, ama originali menda bor ustida bu. Bu replikasi, replikada ham qanchalik ekan. Bu original baribir vidniy, chiroyli. Keyin kichikroq ekan, bu kattaroq ekan. Bunday ochilar ekan bu. Bunda bunday ochiladi. Sertifikatlari bor. Endi baribir replikada men qilmasam. Originalga baribir hali o'zini nomi ketadi, boshqasi ketadi deb ham yaxshi chiqarishadi. Replikani aslan pul qilishga chiqariladi. Buni nimaga oldim? Menga borsa ham yoqadi bu karta. Sufle tarot, haligi har xil смешивание kartasi. Anaqasini kachествосini ko'raylikchi. Kachествоsi ham bo'ladi, yomon emas. Ko'rsa bemalol bo'ladi. Bu yerda buni ham nomernoy sertifikati bormi ekan? Yo'q ham. Sertifikat bo'lmaydi kopiyalarda. Baribir jicha xiraroq, ammo originalda hozir ochib ko'rsataman. Originalda boshqacha baribir. Anaqa bilan prostoy bilan смешивать qilamiz. Bu laminatsiya, bu matoviy. Men qaranglar buni anaqasini. Ko'rinishi ham boshqacha. Lekin bunda ham tuzuk. Endi lekin xuddi haligi baribir nima? Originalda tiniq rasmlari. Bunda xuddi hali ko'z yaxshi olmayotganga o'xshaydi. Men tipa shunaqa.
ma'nolari hisobda har xil buni. Har qayerda hisobda ma'nolarda chachilib uyg'unlashgani deydimi, chachilib qilingani. Запасной kartasi nechta ekan? 4, 5, 6 ta ekan buni запасной kartasi. Srez manaqa. Original bilan почти bir xil. Lekin baribir original karta boshqachada. Mana qaranglar buni srezi. Karta oqib turadi maslaga o'xshab qo'lingizda. Hani boshqacha baribir. Bu replikalar bu ham yomon emas, yaxshi. Ko'rgani bo'laveradi lekin. Lekin bu originalni puliga replikadan 6 ta beradi. Mana bittani puliga mana. Baribir men originalni anaqa xohlayman. 10 tani puliga bitta kelsa ham men originalni yaxshi ko'raman. Bu Bogema Fortuna, bu anaqa kartasi, Baba Studiani kartasi hisobda bu ham. Anaqa Lenormand, hani kichkinagina 36 talik kartalar bo'ladi-yu, ashunaqa kartadan bu. Hisobda kichkina bu kartalar, o'zi вообще-то Lenormand kartalari hammasi deyarli kichkina bo'ladi, lekin men kattani yaxshi ko'raman baribir. Baribir bundan ham olib qo'yaverdim, чтобы baribir turishi kerak edi. Vau, chiroyliligini qaranglar. Ko'ryaptimi? Sevgi, ayol kishi, erkak kishi, xabar. Bu ham dokumentalniy ishlar. Уже lekin qaranglar, уже сразу gapirtiradi-da, уже konkretность bor. Lenormandda hani savolingizga dangal javob olasiz. Taroda savolingizga javob dangal olmaysiz. Aylantirib olib keladi. Taroda lekin ko'p narsani ko'rsa bo'ladi. Lekin bu Lenormandda ko'p narsa ko'rsa bo'lmaydi. Kecha kuni bitta anaqada ko'rib qoldim. YouTube'da endi men o'zim ham mehri taroman, menga o'xshaganlar ham chiqib qoladi-da. Ashuna ko'zim tushib qoldi. Nima emish? U II bilan chiqaryapti, o'zbek odam chiqaryapti-kan, ayol kishi. Taroda hamma ko'ra oladi. 52 ta kartani hammaga ham ko'rish emas. 52 ta игральный karta bor, o'ynaydigan karta. U karta даже Lenormanddan ham oson karta. Taro juda ham kuchli, katta sistema. Adashtirmanglar, u xato u odamning gapi. Kirib xatoyu bu deb yozgim keldi, lekin nima qilaman yozib? Kim ham o'qirdi men yozganimni dedimda. O'zim videolarimda aytib o'taman. Taroda sistemasi juda ham kuchli sistema, lekin keng 78 ta karta bo'ladi. Игральный kartangizda 36 ta kartani hisobda ko'ra olasiz xolos. Undan ortig'i keyin konkretni savolingizga konkretni hani polochish, именно polotishda u 36 ta kartali. Ammo taroda unaqa emas, polochish emas bu. Bu kelajakni gapirmaydi. Taro именно shu hozirgi holat, nima bo'lyapti, nima netyapti, расклад sizga tashab, psixologический taraflama hisob kitobini chiqarib beradi. Taro shunaqa sistema. Taro bilan ishlasangiz, o'zingiz fikrlashingiz oshadi, o'zingizni dunyoqarashingiz, shunaqalarda xullas kalom. Mana qaranglar, bu kartani hayolim ketib qoldi, zo'r ekan, baribir. Mana qaranglar, холодное tiсненияsi bor ekan, Baba Studiani nimalarida baribir kartalari bular. Zo'r karta ekan, yana olaman inshaalloh. Boshqacha turdan ham bor ekan, olaman undan ham. Kichkina bo'lsa, endi yoqadimi, yoqmaydimi menga deb bitta zakaz qilgandim. Xolos, boshqacha turi menga rosa ham yoqdi bu kartalar. Вообще super. Прям alindaka вкусняшно, yegisi kelib ketadi. Shunaqa mana qaranglar, уже bu ham уже сразу savolingizga oydinlik kiritadi. Ikki xil ekan o'lim kartasi, bittasida mana qaranglar, o'lim o'sha kelib bo'ldi, bittasida уже holat yomon. Yo jon chiqib bo'lgan paytim ekan. Tipa shunaqa sog'u gap gapirib qo'ydimmi? Mana qaranglar, anaqasini zo'r, chiroyli krasavitsa, mashalloh. Bu mishokchasiga solib qo'yamiz. Ochdik hisobda sizlar bilan bu kartani. Solimdek joylab qo'yamiz. Bu anaqasi kartani ma'nolari. Buklet, buni ham sertifikati bor edi, qayerda qoldi ekan, o'n oladi ichida shekilli. Bir dunyo narsalarni ajratib qo'yganim. Buni ham sertifikati bor. Shunday qarab qo'y. Endi bu kartani ko'ramiz.
Ha, bu ham hisobda anaqalar yoqqan edi. Podushkasini solib qo'ymabman kartani. Endi taxtani ichida shilinmasin deb menga anaqa podushkachalar solib qo'yadi. Karta shilinmasin u yoq bu yoqqa jilganda deb avaylangan maqsadda. Bu ham original karta. Sertifikati bor edi, buni ham qo'yib qo'ydimikin. Mustaro'ni boshqacharog'i bu hisobda. Mustaro bor-u, menda borisi ash kartani boshqacha ma'noli kartalari. Myland ham shunga o'xshagan. Ana o'sha bunda ma'nolari kartalarda. Bukleti hisobda. Ochaylikchi. Bismillah. Lekin bu kartalar qo'limga kiyib olguncha hamchi ajoyib oson kelmaydi. Hammayoq o'zgarishi qiyinchiligi bo'ladi degandek, anchalar asabim buzadi kelguncha. Monkarela shut kartasi. Ma'no, o'sha har xil ma'nolar bilan o'sha mana onalar, yevreylar harflari ham qo'shilgan. U anaqalarni ham taydi baribir kaballa degan narsa bor-da, ularda sistemasida u narsa ham o'sha ancha ko'p narsalarni chiqaradi kavlab. Monkarela imperatrica kartasi juda boshqacha ekan-a. Ajoyib. Anaqa to'g'ri kompyuterning anaqalari, yig'malari baribir ham необычный сочетание bo'lar ekan. O'zgacha g'alati oldingi qiz bilan hozirgi bo'lmabdi bunisi. Men bu baribir zo'r chiqibdi. Колесо fortuna ham chiroyli chiqibdi. Sud karta anaqasi. Pravosudие kartasi. Повешенный. O'lim kartasi. Diyavol qaranglar. Lekin bema'ni joylari yo'q ekan, yaxshi. Deb tursam chiqdi уже. Sud kartasi. Bu yoq ush malenький arkanlar ketdi. Hisobda Mustaro'da anaqasi deyarli bu yerda ko'p anaqa personajlar erkak kishi emas, ayol kishi. Именно ayol kishini o'zi uchun qilinganda endi bu hisobda savol-javoblari shunaqalari. Повседневный hayotga beriladigan savol-javoblar, ko'riladigan narsalar, Monkarela kubikda chiroyli ekan-a. Boshim og'rib qoldi ajoyib. Endi baribir energiyada bular ham qandaydir kelib pentakli kartalar, voy Monkarela zo'r chiqqan ekan bu ham. Ko'ryapti. Dahshat. Xo'p, kartaga savol beraylikchi. Yaxshi ko'rgan insoningizni sizga bo'lgan tuyg'ular, Именно hozirda yaxshi ko'rgan insoningizni ko'z oldingizga keltiring. Ismini ayting. Shu yerga doir ko'rgan bo'lsangiz, demak siz hozir shu gaplarni eshitishingiz kerak. Tuyg'ulari qanaqa sizga? Sizni yaxshi ko'rishni aytyapti. Siz bu odam uchun xohlaydi, sizni постоянно xohlashini, ham o'tmishsiz, ham kelajagisiz. Sizni yaxshi ko'ryapti, sizni g'azabda qizg'anyapti. Siz deb ko'p anaqa nima deydi, g'azablarga tushib qiynalyapti. Sizga bo'lgan tuyg'ularga menimcha qiynalyapti shekilli. Yana nima? Siz bu uchun qadrli insonisiz. Buni meni hamrohim deyapti sizni. Shunaqa. Yaxshi ko'rgan insoningiz tuyg'usini bilib oldik. Dalishi. O'zi xohlagan beri qo'shmabman, shunaqa. Karta nima deydi ekan, uni tuyg'ulari to'g'risida deb. Keyingilarda shunaqa qilamiz. Mana shu karta ham zo'r karta, adashmasam. Shu karta ham zo'r karta. Ochib olaylik buni. Hop. Hozir.
Shu oldim. Hisobda ichidan kartaning ichidan bunaqa bogemskiy kartalar chiqadi. Baba studiyani kartalari. Bunaqa avtorli kartalardan chiqadi-da bu narsalar ko'proq. Bu hisobda rahmatnomasi. Hoppa, bismillah. Ochamiz. Mana qaranglar chekalarini, zo'r ekan. Srezini qaranglar, tekis, ya'ni голубой, изумруд цвет, изумруд цвет. Shirinligini qaranglar. Kartani o'zi kачество gap yo'q, вообще матовый. Mana qaranglar. O'ta ham xohladim shu kartani. Bu qaysi? Vau. Женщина, ayolni ayol ifodalaganu, lekin qandaydir chiroyli ifodalaganda, anaqa bilaman. Vau, shirinligini qaranglar. Mashalloh, uni qara. Voy, karta gap yo'q-ku. Voy, judayam yoqdi, mashalloh. Mana shu kartani ko'rgandim. Anaqasida. Itni ko'rganim, anaqalarni nima rasmlarda kelsa, endi vafodorlik, do'stlik hisobda ma'nolarni anglatadi. Endi bu hayvonlar bilan ifodalangan rasmlar, bu kачествоni qaranglar, матовый, prям qo'lga shunaqa yoqimli karta ekan, gap yo'q вообще. Zo'rg'on qaranglar, chichqonchalarni, shirinligini. Приятный karta ekan, juda ham haligi odamni haligi tabassum yurgizadigan karta ekan. Vau, mana shuni ko'rgandim. Mana shu kartasi boshqacharoq, u yarkiyroq kelgan edi, lekin men ko'rganda, bu ham yaxshi. Haqiqiysi baribir endi fakt to, что haqiqiysi rasmni hamma yo'lda chiqarib qo'yaveradi. Bilgandim o'zi rasmni hamma yo'lda chiqarib qo'yaveradi deb u. Lekin yoqtirgandim. Unda boshqacha chiroyli turibdi, bunda ham yomon emas, chiroyli haqiqiysida ham. Vau, mana qaranglar, dahshatli kartalar. Voy, narxiga ham arziydigan karta ekan, qimmat bu karta. Eng qimmat kartalar ichidan eng qimmati shu. Mana qaranglar. Chiqqan achchig'i chiqyapti. Kachara. Ikkilamchilik kartasi, ikkita tog'mi bu, stixiyami yo'q. Ma'nosini o'qish kerak. Bu hisobda kartani anaqaliligi, avtorskiy kartani nimaliligini, o'sha sertifikati, odam, avtor o'zi rahmat aytib, bu o'sha kiradigan nimalaringiz, ma'nolari. O'sha mana yerda kitob tonida mana bukletda chiqargan ekanda, uni qarang. Kitob tonida manaqada chiqarilgan ekan, buni ma'nolari, полностью raskladlar, qanaqa qilib ishlashlari to'g'risida. Bu yerda men adashmasam anaqasi ham bo'lsa kerak, baribir QR kodi bo'lishi kerak. Chiqmadi-yu. Endi o'sha ashincha kartani qo'shibdi, lekin 10 tacha oshiqcha запасной kartasi bilan ekanda hisobda. Buni qaranglar, full Mak kartasi, o'sha xitrый odamda Mak. Anaqa nima? Jritsa. Qanaqa joyda yashayotganini ko'rsatgan, nima bilan ifodalamasdan. Imperatriца kartasi har qanday holatda gullab yashnab, go'zal, chiroyli, energiyada turadigan. Imperator ishonchlik, stabilность. Buni qaranglar, mana shuni ham yoqtirdim. Vau. Dahshat, rosa ham yoqyapti. Sizlarga ham ko'rsatib qo'yay. Voy, mana qaranglar, Mickey Mouse. Уже jicha multяшныйroq qilib qo'ygan ekan. Sila kartasiga baribir aninda qaroq narsa bersa yaxshi bo'lardi. Взрыв emotsiya, boshqacha narsa bersa bo'lardi. Bu yerda уже tushadi bular. Повешенный паук shekilli. Yo'q, pavuk emas ekan, bu anaqa tomchi uzilib ketolmay ekan. Kapets. O'sha diyavol kartasi. Bu anaqaning ichidan chiqib kelayotgan ko'rinmas kuchlarmikan? Наверное. Bashня уже daraxt yanchilib tugayotgan yulduz kartasi. Vau, chiroyli ekan, yoqdi menga. Boshqacha-yu, yoqdi.
Maşallah, shu kartaga qiziqayotgandim, qanaqa chiqar ekan deb. Prям kutmagandim, bunaqa ощущение bo'ladi deb kutmagandim. Karta o'zi ham juda ham yoqimli, приятный, anaqa mat, soft touch yo'q. Soft touchda boshqacha tozasi. Soft touchlar bor, qandaydir bir-biriga yopishib qoladi. Bu unaqa emasda, bu gladkий soft touch, gladkий matoviy aralash ekan. Shunaqa gaplar. Xush kelibsiz, kartajon. Meni kartalarim orasiga birga endi yashaymiz, kelishib videolar qilamiz, inshaalloh. Bu kartani ochamiz endi. Bu kartada nima gap ekan? Endi bundan ham смешанный kartalar edi. Ma'nolar emas, saytlarini anaqalar yozilgan ekan. Bu yerda o'sha ma'nolar Myland Tarot. Ну, har xil rasm, har xil kartaga o'sha kartalarni aralashuvga deb olgandim. Karta yaxshi, yomon emas. Judayla zo'r yoqvormadi-yu, balki vaqtlar o'tgan sari kirishib qolsak kerak bu karta bilan. Mono вообще качество bomba zo'r. Mir kartasi hisobda shunaqa. Shunaqa bu karta. Bundan keyingilari o'sha HT Torunni kartalari. Bu HT Torunni kartalar menda rosa ham ko'p. Deyarli buni anaqasini yaxshi ko'raman. Mana bu kartalar, mana shunga o'xshagan kartalarim bor, shularda chiqarilganda hisobda sevishganlar kartasi chiqdi. Shu kartani hisobda anaqasi avtori buni mana Hetsito'n, shuniki ham hozirgi bu Hetsito'ni yana 3 ta oldim. Shular borlari. Bu Hetsito'n anaqa salofanga o'ramay jo'natadi o'zi вообще-то. Mana shunaqa nimaga ochadi и всё. Mana rasmini teskarisi. Chiroyli. Mana shunaqasini ham yoqtirdim. Rubashkasini. Bu full kartasi, yana qisqa qilib tagida ma'nolar yozib qo'yilgan. Endi ko'proq ma'nosiga qaramaysiz, kartani o'ziga qaraysizda. Buni qaranglar, sevishganlar kartasini chiroyliligini. Mrachность ham bor bunda hisobda. O'zi aslida Hetsito'n kitob ham kam beradi kartalariga. Shunday faqat klassическийga moslab, keyin odam o'ziga moslab ko'ra oladigan kartalar. Buni kartasini sonsi. Hisob kitobli kun kartasi. Jezl. Kачество zo'r. Hetsito'ni kartalarning kачествоsi mazza, yoqadi rosa ham. Королева жезлов. Sevishganlar kartasi bu ham hisobda. Chiroyli ekan, bu ham yoqdi. Stixiyalarga moslanib, rasmlarda stixiyalarga ma'nolarga ham qaratilgan ekan. Bunu qaranglar, yuraydi. Wow. Trojka mechey. Shunaqa. Mashalloh, rosa ham zo'r karta ekan, bu ham yoqdi. O'zi rasmini, o'zi Hetsito'nda ko'nglim to'qida olayotganimda ham to'shtu kачествоsi yaxshi buniki. Qimmat bu ham ko'p tarologlar anaqa qilmaydi bu Hetsito'ni. Nimaga kartalari qimmat, слишком qimmat deydi. Lekin kачествосiga yarasha-da endi hisobda. Arzonni qaydan topasiz? Yaxshi narsani arzoni bo'lmaydi-yu. Buni qaranglar, buni ham вообще chiroyli karta. Zo'r.
Bizga yoqdi shu karta ham. Bu HT o'rinda уже birinchi chiqargan kartalardan. Mana ular hozirgilar. Mana u ham 2025, bu ham 2025, bu ham 2025 mi yo 24 bu. Bu undan 2020 mikan shunaqa edi adashmasam. Yili yozilmagan ekan. Yo'q, bu ham 2025 ekan. Yana boshqasiniki 2020ligi ham bor edi. Mana bu ekan. Yo'q, bu ham 2025 ekan. 25 ekan, bu ham adashib ketibdi. Umuman yaxshi kartalar chiqaradi bu HT-chi, qandaydir yoqadi menga bu ayolni qilayotgan ishlari. Shu ikkita bir xil bo'lib qo'ygan. Mana shu ko'p kartada ikkita bir xillik keladi, shunisi neto xolos. Atak boshqalari yaxshi bo'ladi. Kачество ham prям qo'lga yoqadigan, mo darajada zo'r emas, lekin ham yoqadigan kartalar. Shunaqa. Mor boshqa mon qaranglar. Slivatsa qiladi qo'ldachi. Shunisi bilan yoqadi menga mana toza kartalar. Ushlaganingizda ham qo'lingiz vashcha yayraydi, gapirtiradi ham sayratib tashlaydi. Mon qaranglar. O'g'irlayotgan, hitrlik qilayotgan. Endi bu yerda o'g'irlayotgan bo'lmasa kerak-ku, ko'proq hitrlik qilib, уже qo'ylayotgan bo'lishi ham mumkin. Shunaqa xabarlari bor. Qaysi to'g'ri jonda kartalari. Bu Divine Deco. Bu kartasi ham ichdan chiqadigan rahmatnomasi bu. Zora. Qaranglar ko'ring. Alhamdulillah. Yetkazganiga shukr. Imperatrica kartasini qaranglar. Chiroyligini. Radujniy, lekin bilmayman, menga yoqdi bu ham. Mana shu imенно har xil rangliligini ko'rib yoqtirib oldim. O'n qaranglar, sila kartasini qanaqa chiroyli, izyashni qilingan. Fortuna. Smert kartasi. Hammasi umuman kartalar chiroyli keladi. Dial. Bashня, Star, Yulduz. Luna kartasini qaranglar. Bu yerda it bilan bo'ri ko'proq ifoda kelgan. Bu yerda ikkita itni keltirib qo'yibdimi? Bunda ikkita itni. Bu baribir ham chiroyli-da. Mir kartasi. Bu yoq o'sha jezl kichkina. Bunda ham ikkita bir xillik bo'lsa kerak. Ha. 2 jezl, 3 jezl почти farqi yo'q-da. Jicha farq bo'lishi kerak. Shu yerda neto'roq. Men hozirgi mon karta bilan почти ko'p joylari o'xshash ekan buni. Bir-biriga o'xshaydi to'g'ri ishlari. No, endi bo'ladi yaxshi. Mana shu kartani bo'yicha siz qanaqa ayolsiz? Qani ko'raylik-chi, siz qanaqa ayolsiz? Shuni ko'ramiz. O'zingiz o'ylab, psixika qanaqa energiyada siz qanaqa ayolsiz? Shuni ko'ramiz. Juda ham ko'p charchab ketganingiz, ko'p narsani bo'yningizga olganingiz. Menimcha o'sha bo'yningizga shu darajada olgansizki, yon atrofingizdagilar buni xuddi sizga vazifadek qabul qilyapti. Unchalik ko'p bo'yningizga olmang. Kerak bo'lsa hammasini o'zini ishlarini o'ziga bering, jafido qolmang. Bolangiz bo'ladimi, jigaringiz bo'ladimi? Yaqinlaringiz o'sha ilib qo'yyapti-da, keyin siz urinyapsizmi, charchayapsizmi, ularda ishi yo'q. Yana qanaqa ayolsiz? Juda ham o'ziga magiyali ayolsiz balkim bo'lishi mumkin. Siz ham bunaqa ezoterikalarga qiziqmasangiz, buncha kartani bu yoqqa olib ko'rmaysiz. To'g'ri, sizda ham bor bunaqa narsa. Intilish deydimi, ichingizda bor. O'ziga tortib turasiz, ko'p narsani sezasiz, ko'p narsani bilasiz. Lekin ko'proq siqilib qolgansizda, qandaydir ishlayotganingiz tushyapti, mehnat qilayotganingiz tushyapti, pokorniy holatda. Erkak kishi atrofingizda tushyapti. Balkim uni hayolingizdan chiqarib olmayotganingiz tushayotgandir. U menimcha bir-biringlarga u erkak bilan yoki-da u erkak juda ham xohlayotganingiz tushyapti bu yerda. Juda ham sizni intilishingiz u odamga balandligi. Keyin menimcha adashmasam bu erkak sizdan uzoqda. Munosabatinglar o'zgargani,
ko'proq pulga o'xshaganmi yokida nimalargadir bog'liqlik bo'lib qolyaptimi отношениялар munosabatlar pulni deb kelishmovchilik bo'lganliklari ko'rinyapti bu yerda. Keyin boshqa erkakni deb ham ko'p janjallar bo'lib ketgan. Yarashuv bo'ladimi o'rtalarda? Bu inson bilan yarashuv bo'ladimi? Sizda bo'ladi, albatta yarashuv bo'ladi, go'zalim bo'ladi. Shunaqa, mana shunaqa qilib gapirtirib yuboradi-da bu kartalarchi tasirot sur qilib. Voz gapirib o'tiraverasiz o'zi kelib qolganda. O'zi anaqasi kuchli rasklad ham shu kelib qolganda, ko'radigan kelib qolganda o'zi anaqa qiladigan karta. Rasklad kuchli emas, вообще zo'r xush kelibsiz bizga qo'shilganingizga, safimizga. Biz bilan ishlaydi endi bu karta. Bu yerda endi hozir qaysini ko'ramiz? Mana uni ko'rsak, mana ular endi Oracle Subgigatni bu ochib bo'ldim o'zi. Buni o'zimga ishlatgan, mana ishlarimga ishlatgan olgandim. Bular mail karta, mana ochaylik, mana ham zo'r karta. Bu ham hisobda Queen of Forget Tarot ochib olaylik telefondan. Bismillah. Bu ham rosa ham yaxshi karta bo'lishi kerak, adashmasam. Qimmat karta bu karta ham. Umuman deyarli mashq qator polностью hammasi qimmat kartalar. Bitta replika arzon. Bu yog'i уже qimmat. Masha mana bu ham arzon, bular ham arzon, qimmatlari shu. Bu ham rosa zo'r karta. Ochmadim hali. Qanday ochilasiz endi bu yerda? Bunday qilib ochilar ekan. Mana qaranglar, anaqasi ham zo'r ekan. Bunisi Coin kartani sertifikati. То, что авторстволligini hisoblilik karta bular ham. Nomernoy karta nechinchidir ham nomeri bo'lishi kerak bu ham. Qadadir QR kodidan ma'nolarni hamma yo'l bemalol ochsangiz bo'laveradi. Mana qaranglar, zo'r ekan. Wow. Full ikkitami? Ikkita ekan. Uchta ekan. To'rtta ekan. 5ta ekan. 5ta shut kartasi bor ekan, Жесть. Mak kartasi. Уже жрица, императрица, император, Hierophant, Lawless. Вообще zo'r karta ekan. Anaqasi ajoyib. Risovka chizilgan, lekin matovoydi hisobiga qandaydir anaqa ko'z boshqa narsani ko'ryapti, anaqa ko'ngil bo'lsa boshqa narsani his qilyapti. Ajoyib bo'lar ekan sachtaniyasi. Bu yulduz kartasicha bema'ni ekan. Hisob kitoblik kun. Mana qaranglar. Mir kartasimi ekan bu? Mir kartasi. Zo'r ekan, rosa ham yoqdi bu karta ham. Qani shu kartaga savol berib ko'ramiz. Bu karta meni qanaqa ko'ryapti? Rubashkasini qaranglar, mana qaranglar, вообще slivatsiya qilishini. Вообще zo'r, maslon singani. Qani bu karta meni qanaqa ko'radi? Meni qanaqa ko'radi bu karta? Shuni ko'raychi, mehrini sodiq qanaqa ko'ryapti? Sizlarni ko'rdim, endi bitta o'zim ham ko'raychi. Karta nima deydi men haqimda, qanaqa fikrda? Ikkilamchilikda turganim, qandaydir ikkilamchilikda turganim pul taraflama tushyapti-ku, nimada turibman ikkilamchilikda? Rosa ham серьезный, jiddiy nimaman? Jiddiy, rosa ham ko'proq men o'zim rost gapirib, haqiqatdan qiladigan odamman-da, o'zimchasiga ko'proq rost tarafga intilaman. Hech qachon nohaqlikka qaramayman. Bu yerda endi meni hisobda karta aytayaptiki, juda ham серьезный hisob anaqa bo'lib nimalikligi. Shunaqa odamliligim, rostgo'ylik gapirib, ko'proq birovlarga ham iloji boricha rostni gapirib, to'g'ri yo'lni ko'rsataman. Hech qachon meni foydam yo'q, unaqa narsa yo'q. Faqat o'sha odamga nima qilsa to'g'ri bo'ladi. Ko'proq to'g'rilikka yo'naltiraman odamni iloji boricha. Hech qachon
haligi foyda yoki boshqa narsa demayman. Keyin rosa ham ulg'ayayotganim tushyapti bu yerda ko'p narsalarda уже yaxshi ko'rishim, yoqtirishim, yangilanishlar bo'lyapti. Yangilanishlar to'g'ri kartalar keldi-yu qo'limga. Hafsalalarim sovib ketayotganida shunaqa holat ham bo'ldi. Kecha kuni bo'ldi shu holat. Lekin bu narsa menga xursandchilikka olib chiqib keldi. Kartalar kelguncha meni jicha qiynab qo'ydi. Shuni hisobiga hafsalam sovib ketdi. Shu darajadaki chetga chiqib ketib yashasammikinam degan xayol ham keldi. Iloji boricha unaqa o'ylamaslikka harakat qilaman, lekin qandaydir kecha kuni diqqat topib qoldim. Shunaqa kartalar qo'limga kelish oson bo'lmadi shuni hisobiga. Endi nari kartani ko'ramiz. Zo'r ekan bu karta ham, rubashkasi ham rosa ham yoqdi, kачество ham gap yo'q bo'ladi. Kartalar qatorasiga xush kelibsiz. Coin kartasi. Bu kartasi Amerika izdательства. Bu ham rosa ham mendaqa zo'r, необычный mendaqalik karta. Hisobda yangilik. Zo'r ekan. Hamma yerim salfam bitib ketdi. Sertifikatlari bular. Kartalarda. Yo, sertifikat emas ekan. Wow, kачествоni qaranglar. Zo'r ekan уже. Avtor o'zidan rahmat aytib so'zlarni yozyapti. Shunaqa. QR kodi ma'nolari, kitobchasi yo'q ekan buni. QR kodidan ma'nolari chiqib kelaveradi. O'sha bossangiz, kirsangiz, qaranglar zo'r ekan, katta yirik kartalar ekan. Wow. Ko'rgandim, lekin melki deb o'yladim. Razmerim chiqarilmagan ekan. Mayda kartamikan deb nihoyatda anaqalar yoqqani uchun urgan edim. Mana shunaqa narsalarni yoqtiraman-da, nimagadir menchi. Hani munchashni bo'lib, munchashni emas, qandaydir iziskinность bor-da. Ba'zilarga uncha yoqmasa kerak, lekin menga yoqadi. Safar kartasi, yo'l qiyin bo'lsa ham zato yo'lga tayyorgarlik etish. Sila kartasi, o'zicha munchashniroq, go'zal qilib chiqarsa ham bo'lardi. Silaga ko'proq kartalarda men asha kuch kartasiga ahamiyat beraman. Fortuna kartasi. Sevishganlar kartasiga qarayman. Haqiqatni gapiradigan. Hamma yo'lda vaqti kelib hisob kitobi bor. Nima eksang shuni o'rasan degan ma'noda endi bu karta. Ashuni hisobiga qarang, bar qo'lda qilich nimalar turibdi. Повешенный kartasi, смерть kartasi juda yoqqan edi shu karta ham. Devil kartasi. Качество ham zo'r, matовый, rosa ham yoqimli. Yulduz, mum. Jicha ba'zilar jicha zerikarlog'u, qani dalishini chiqar ekan. Kub kartasi. Wow. Kачествоni qaranglar, yoqtirsa ham. Ko'proq men keyin kачествоga ham qarayman. Bitta men emas, normalniy o'zini hurmat qiladigan tarolog albatta qaraydi bu kачествosiga ham. Risunga rasmlari ham hisobga olinadi, lekin mana kartani ushlashingiz, yoqishi, приятный yoqimliligi, shularni ham rosa men hisobga olaman. Yoqmasa keyin ishonmayman u kartani. Turadi. Zo'r karta ekan. Приятный. Mashallah, yetkazganiga shukr. Shunaqa gap ham kelmaydi, nima deyishgan hayronsiz ekan. Endi o'zimga ochgandan sizlar bilan birga o'tsam, hali sizlarga ham qanchadir qisman bilimda baribir. Mana qaranglar, shot kartasini qaranglar. Shirin. Kartaga savol bermanu. Kartaga nima deb savol beramiz? Siz o'ylagan inson qanaqa xarakterli inson? Hayolingizga keltiring, o'ylagan insoningizni. Siz o'ylagan inson, yangi kartalar aldamaydi, keyin точно gapiradi. Siz o'ylagan inson qanaqa xarakterli inson, shuni ko'ramiz. Ismini ayting. Cho'ta asabiy u odam, diqqat. Qandaydir miyasidan chiqmayapti, problemalari ko'p shekilli hozirda u odamda.
siz o'ylagan inson qanaqa inson? Aytdim, qandaydir bu odamda og'ir holatlar bo'lyapti. Tark etishmi, nastroyeniyalari yo'q. Judayam ko'p narsaga sovuq energiyada qarayapti. Hozirda bu odamda aqli ishlayapti, fikrlashi ko'proq ko'yniga qaramayapti. Bo'layotgan holatidagi oldilariga qarayapti. Nimasi bor, nima deydi, mas'uliyati bor, lekin o't bu odam, qandaydir yangilanishlar bo'lyapti. O't xarakteri ham o'ziga odamni xohlasa albatta tortib oladi, qarata oladi. Keyin yosh bolani singari xarakteri, ba'zida hech narsani bo'yniga olmay turib oladigan peyli bor. Mana ko'rib turadi mayli. Yana qanaqa odam bu odam? Keyin xitr bu odam. O'zini foydasi uchun albatta kallani ishlatib, hisob-kitobni olib, shunaqa qilib qaraydigan odam. Yana qanaqa odam? Ayol kishi bilan munosabatlari yaxshi holatga tushayotgani, sevishib, sevgi, shunga o'xshagan holatlar bo'lyapti atrofida. Lekin o'tmishdagi odamini rosa ham sog'inayotgani tushyapti. Yashirincha bo'layotgan odamini sog'inayotgani tushyapti. Shunaqa. Endi keyingi kartaga o'tamiz. Kartalar maqtanishda davom etamiz desam. Shunaqa. Kачество bomba, dahshat rosa ham yo'qdi. O'zi Amerikadan chiqqan kartalar, yaxshi kartalar chiqariladi, hech qachon bundayroq karta bo'lmaydi. Amerikaning kartalari. Dahshat. Endi buni ochamiz. Buni kачествоsi qanaqa chiqar ekan? Men rasmda ko'rganimda rosa ham yarki, boshqacha rasmda ko'rganim. Anaqada buni qo'lga olganingizda haqiqatda unchalik yarki emas ekan. Bismillah, hech qanaqa chiqar ekan, ko'raylikchi. Salofan esa sal o'zgarar ekan u. O'tayli qoramikan dedim. Chiqish qiyin bo'lyapti, yordamchi narsada chiqadi. Bu ham Fantastic Planet degan kartasi. Ichida kitobi. Emotsional tuyg'ularga yaxshi kartada. Hisobda yaxshi karta ko'rsangiz emotsiyali tarafdan. Matvoy karta ekan. Hisobda yana bitta kartam bor, ashuni boshqacharoq ekan. Жесткий boksda rubashkasini qaranglar. Juda chiroyli, ajoyib g'alati kartalar ekan. Lekin yoqimli. Приятный, tasir gapirtirganim. Temperament, sokinlik, tinchlik, shunday yomon holatda ham. Diavolmi yo, smertmi? Smert kartasi shekilli, bu o'lim kartasi. Уже anaqaga o'tdikmi? Yo, sud kartasi, hozirgi sud kartasi ekan. Уже kichkina arkanlarga o'tdik-ku. Bu yerda уже yozgandan tushunmaysiz, faqat kartani tushungan odam ko'rib tushunib olaveradi, qanaqa karta chiqayotganini. Suratga qarab turib tushunib olasiz. Zo'r. Nimasi ham yaxshi, kачествоsi lo'ng. Lo'nli karta deyarli chiqmadi. Bu matoviy, qandaydir boshqacha matovilar chiqdi rosa. O'zi shunaqani yaxshi ko'raman, lekin lo'ndan mana bundaqa qo'lga yoqimli sevishganlar kartasi. Qo'lga yoqimli, приятный kartalar. Rosa ham zo'r ekan bu ham. Yetkazganiga shukr albatta. Keyin mana srezlarga ham вообще zo'rda. Yoqimli, приятный. Qaranglar. Unchalik gladkiy emas u, lekin tekis kartalar. Gap so'z yo'q. Maroshka kartasini ko'ramiz. Aytmoqchi.
ochguncha ham purpura уже karta olmasligi uchun. Bu rossiyskiy izdание bu karta. Kачествоsi mana chiqarib yuboray. Yumshoq bo'ladi. Tuzuk, yumshoq, lekin mana urinib ketadi kartonni tezda. Ne to, что mana ursen ham tepsen ham hech narsa bo'lmaydigan karton emas. Yumshoq kartondan ekan. Kartani o'zini ko'raylikchi, hech qanaqa chiqargan. Menimcha oddiy, men buni aytsam onamsiga qiziqib qolgandim, rubashkasiga. Boshqacha bitta bo'lsin bundan ham deb hisobda shunaqa bu oddiy klassический ekan. Mana shu orqasi tegmasini yoqtirgandim men. Shunga olgandim aytsa. Klassический karta bu. Yaqinroqdan olib kelingani, faqat uzoqdan emas, yaqin kadrdan. Shunaqa. Endi bu yoq Oracle kartalarim qoldi. Keyin mелкий monolar. Bunday qilib qo'yamiz endi. Po'pilnichiga sotamiz. Bu ham yaxshi karta, lekin Oracle и Hono katta. Bu ham nechta kartaligida? Nechtaligida? Ko'p, bunda ham soni ko'p kartani. 100 tadan oshiq. Keyin qo'lga tasavvur qilgan narsa yaxshi. Bu ham Oracle. Bundan kattaroq lekin. Bu ham yaxshi karta. Buni o'zi ochib ko'rib oldim, salfamdan chiqarib. Zo'r karta ekan, yoqdi shu ham. Phoenix kartasi bu. Mana qizni yoqtirgandim. Shunaqa qizlar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa yaxshi zo'r krossovklar chiqarishga harakat qilaman. Shu uchun ham keldim. Menga qara deb. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Men sizlarni ham yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.